eng malakali master ustalar kerak. Elektrik, malyar, gipsokarton. Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, Dubayda qurilish umuman to'xtamaydi. Shuning uchun biz sizlarga yaxshi taklifimiz bor. Bizda hozir deyarli katta obyekt desa ham bo'ladi yoki juda katta obyekt desa ham bo'ladi. Bizda hozir katta obyekt bor. Shunga eng malakali master ustalar kerak. Elektrik, malyar, gipsokartonchik, jelezobeton uradigan, koridor quradigan, konditsioner, hammasi jamiki. Mana sizlar ko'rib turgan mana bu bino qaranglar. Faqat kolonna bor, beton bor, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Bizdagi obyektdan xuddi shunaqa yalang'och binoni o'zimiz qorashuvoqdan tortib, eshik deraza kalitgacha qilishimiz kerak. Bizga shu yo'nalish bo'yicha eng master ustalar kerak. Lokatsiyani qoldirganman kecha sizlarga. Shu lokatsiyaga kelib, 6 dan 9 gacha yoki 6 10 gacha kelib, maslahatlashib, gaplashib, dogovor qilib ketsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Kutamiz.